Faqat biznikilar ko'chiradi deb o'ylasangiz adashasiz. To'g'ri, biznikilar ham ko'chirishadi, lekin eng yaxshisi emas. Kelinglar, eng yaxshi adaptatsiya qilingan 5 ta hind film haqida gaplashamiz. 5-o'rin Player yoki o'yinchi. Bu film italyancha ish filmining hindcha adaptatsiyasi hisoblanadi va bu filmda bosh rolni Akish Bachchan ijro qilgan. 4-o'rin Muhabbat qissalari yoki sevishganlar. Bu filmda Shohruxxon musiqa o'qituvchisi rolini ijro qiladi. Bu film esa O'lik shoirlar jamiyati filmdan ilhomlanib yaratilgan. 3-o'rin Kante yokida begona deb ham tarjima qilish mumkin, lekin bu filmni to'g'ri o'zbekcha variantini topolmadim. Filmda bosh rolni Amitabh Bachchan ijro qilgan va film Quentin Tarantinoning Quturgan itlar filmidan to'g'ridan-to'g'ri ko'chirilgan. 2-o'rin Qassos yokida Gajini. Menimcha bu filmni ko'pchilik ko'rgan bo'lishi kerak, lekin film ham original emas. Ushbu film Christopher Nolanning Memento filmidan ko'chirib ishlangan. Shu kabi qiziqarli kontentlarni o'tkazib bormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Va nihoyat 1-o'rin Lal Singh Chadda. Sizlarga biroz noqulay ishildi. Bu film Forrest Gump filmining hindcha adaptatsiyasi hisoblanadi. Bosh rolda Tom Hanks emas, Amir Xon ijro qilgan. Siz yana qaysi filmlarni bilasiz? Izohlarda qoldiring.